Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Gazablog seximizdan Gazablog kanalarimizga bugun 26-mart 2026-yilda Gazabloglarimizni videosini qo'yyapmiz. Qadrli yurtdoshlar, mana shu 20 ga 30-60 bo'lgan Gazabloglarimizga qanday mahsulotlar va qanchadan qo'shilishini hozir bir videosini joylab obzor qilib o'tamiz. Qadrli yurtdoshlar, Gazabloglarimizni sifati juda a'lo darajada. Qani boshladik. Qadrli yurtdoshlar, avvalo mana shu Yasin 550 markadagi sementimizdan boshlaymiz. Har bitta qolipga 12 dan chiqadi. Har bir qolipga 110 kilodan sement qo'shiladi. Qadrli yurtdoshlar, bu sementimizni afzal tomoni sho'rlamaydi va mustahkamligi plotnusi haqiqiy 550 markani beradi. Ko'p sementlar 550 marka yozishyapti, lekin 450 ni ham plotnusini bermayapti. Shuning uchun mana shu Yasin sementni sizlarga beton quyishlarini tavsiya qilamiz. Keyingi yana bir qo'shiladigan narsamiz Namangan viloyat Mingbuloq tumanida mana shu oq qumi. Bu qum sho'r chiqazmaydi. Sho'r chiqazmaslikda qumni ham katta hissasi bor. Xo'p, mana bu yoqda alyuminiy pudramiz bor. Bu alyuminiy pudra xo'p o'zining ximikatlari bilan qo'shilgan. Bu Gazabloglarimizni mayda ichidagi sharchalarni chiroyli bo'lishdi va buni ko'tarilishda hissa qo'shadi. Qadrli yurtdoshlar, quyilish jarayoni Gazablogning asosiy figurasi qum va sementdan iborat. Qadrli yurtdoshlar, Gazabloglarimiz qoliplarimizga quyildi va usti mana bu holatda o'ralyapti. Bu 70 gradus issiqda chiqadigan narsa bo'ladi. Yurtdoshlar, quyilish jarayoni boshlandi. Qadrli yurtdoshlar, mana shu quyilish jarayoni va mana shular hop qo'shilish mahsulotlarimiz. Mana bu seximizning tepadan ko'rinishi. Yasin 550. Kimga Gazablog kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ekranda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.